Adasi shoshmang. Anaqa, sizga bitta gap aytmoqchi edim. Xo'p. Kecha o'smirlar bilan gaplashgandim. Akangizni boshlagan ishlari yurishmay ozgina qiynalib qolibdilar. Shunga sizni imkoniyatingiz bor, qo'llavorsangiz yaxshi bo'lardi. Men unda ishdan keyin akam uylariga kirib o'taman, xo'pmi? Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Ha, mayli. Yaxshi boring. Xo'p. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ukajonim, sani rosa sog'ingandim. O'zing kelib qolganingga qara. Mana sizni sog'indim, aka. Ha, yaxshi. Aka, mana shu pulni oling. Hozir meni ishlarim yaxshi. Kam ko'staringizga ishlatasiz. Jigarimsan-da. Ishim yurishmaganini sezgansan. Rahmat ukajonim, boringga shukr. Ha, xudo xolasa ishlaringiz yaxshi bo'lib ketadi, aka. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Aka, qachon pul kerak bo'lsa tortinmasdan so'rang. Xo'pmi? Hozir meni ishlarim yaxshi. Nima yordam keraksa men beraman sizga. Xudo xolasa sizga ham ishlaringiz yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat. Ha, yur, choy ichamiz. Xo'p, jiyanlarim uydami? Albatta. Ketdik. Adasi, bugun singlingiz kelgandilar. Menga qanaqadir kayfiyatlari yo'q deb tuyuldi. Shunga borib bir yo'qlab kelasizmi degandim. Sovg'a solimlar olib, ham ertaga ularni tug'ilgan kunlar. Yaxshi eslatding. O'zi anchadan beri bormoqchi bo'lib yuruvdim. Ertaga unda tug'ilgan kunimni tabriklab, yo'qlab kelaman. Shunaqa qiling. Shunaqa qilamiz. Odina singlim? Singlim, Voy akajon, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? yaxshimisan? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kelinoyim yaxshimilar? Yaxshi. Jiyanlarim yaxshimi? O'zing yaxshimisan? Sog'lig'ing Rahmat, yaxshimi? Charchamayapsan? Akajon, yaxshi bo'ldi kelganingiz. Sizni juda ham sog'ingandim. Keling o'tiring, choy ichamiz. Singlim, mana buni senga oldim tug'ilgan kuningga. Tabriklayman. Voy, rahmat, kattakon. Chiroyli ko'ylak oldim, kiyib yurasan, maylimi? Rahmat. Men pulni ham olib qo'yganman. Voy, yo'q. Olib qo'y. Shart emas, akajon. Kam ko'stingga ishlatasan, xo'pmi singlim? Voy, rahmat, kattakon. Xudo xolasa o'tiradigan bo'lib kelamiz. Hozir juda ham shoshyapman, singlim, mashina ham qarab turibdi, xo'pmi? O'tirsangiz bo'lardi. Keyin safar kelamiz. Yaxshi o'tiringlar. Mayli. Bo'pti. Rahmat, yaxshi boring. Mayli, singlim. Assalomu alaykum adasi. Va alaykum onasi. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldim. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Qalay, singlingiz yaxshi ekanlarmi? Ko'rib keldingizmi? Yaxshi. Juda ham xursand bo'lib borganimga. Ha, yaxshi bo'lsinlar. Sevar, Labbay. men bir narsaga hayronman. Nimaga adasi? Doim mendan ham ko'ra jigarlarimga sen ko'proq mehribonsan. Buni sababi nima? Muddaoing nima san? Muddoimman. Mana biz ham 3 ta o'g'il farzand o'stirganmiz adasi. Ertaga farzandlarimiz bir-biriga ahil, inoq, xuddi sizlarga o'xshagan bo'lishligini xohlayman. Aka-ukalar bir-biriga ahil, inoq bo'lishida kelinlarning roli juda ham katta. O'shaning uchun o'zim ham yaxshi kelin bo'lishga harakat qilyapman. Muddoim shu adajonisi. Barakalla. Boringga shukr. Sizni ham. Unaqada ovqatingni suz, men kiyimlarni almashtirib tushaman. Xo'p bo'ladi adajonisi. Hurmatli opa-singillar, turmush o'rtog'inglarning jigarlariga, aka-uka opa-singillariga mehribon bo'linglar. Sizlar qanchalik mehribon bo'lsanglar, ertaga farzandlaringlardan qaytadi.